Shunaqa oddiy vitaminlar borki, ayollar uni shifokor tavsiyasiz ham qabul qilsa, ko'pgina kasalliklar uni chetlab o'tadi. Men akushar ginekolog sifatida ayollarimizga hech qanday tekshiruvlarsiz ham ushbu vitaminlarni qabul qilishlarini tavsiya qilaman. Birinchisi vitamin D3. 90% ayollarda ushbu vitamin yetishmovchiligi kuzatiladi. Vitamin D3 immun sistemasini rag'batlantirish uchun, suyaklarni baquvvat, soch tirnoqlarni mustahkamligi va jinsiy gormonlarning sintezini to'g'ri ishlashiga juda ham katta ahamiyatga ega vitamin hisoblanadi. Ikkinchisi foliyaviy kislota. Foliyaviy kislota nafaqat homiladorlikda va homiladorlikka tayyorlanish uchun, balki ayollar ham qabul qilsa bo'ladigan vitamin hisoblanadi. U juda ham yaxshi antioksidant bo'lib, hujayralarga kislorodlarni yaxshi yetkazib berishda katta rol o'ynaydi. Uchinchisi omega 3 qon tomirlar devorini mustahkamlash, teri, soch, tirnoq holatlarini yaxshilash uchun juda ham muhim hisoblanadi. To'rtinchisi magniy B6. Bu asab sistemasi uchun juda ham muhim elementlardan biri hisoblanadi. Nerv sistemasini tinchlantiradi, jizzakilikni oldini oladi va uyquni yaxshilaydi. Sizni asab sistemangizni himoya qiladi.